Bani chaqiryapsizmi? Assalomu alaykum. Ko'rmisiz? Marhamat. Mashina chiqdimi? Ha, qo'yavering. Hujjatlar bormi? Xizmat o'qimaysiz, ko'rsang. Afzatli nima hujjat ko'rsating? Ichki ishlar moda 8-mod. Mayli, 8. Marhamat, hujjatlarni taqdim qiling. Gumon qilyapmiz. Hujjatlarni taqdim qiling, hujjatlarni ko'ramiz, ketamiz akajonim. Xohlagancha video kameraga olavering. Buni Ma'murjon bo'la to'g'risida kodeks 195. 195 nima bilasizmi? Bilaman. Siz Nima? olayotgan video. Yo'q, to'xtang, siz olayotgan savodingiz past ekan. Sababi Mayli, 195 ichki ishlar xodimini eshitasiz. Bitta gaplashadingizmi yo'qmi? Siz gapiryapsiz, men gapiryapman. Tushundim, siz ham Menga qarang. Haydovchi gunohingiz bo'lsa bo'ldi, sizga men javob beraman. Siz bemalol chorasi cho'ring. gapiryapsiz, men ham gapiraymiz. Bitta gaplashadingizmi? Ichki xodimni qonuniy faoliyatiga xalaqit bersa deyilgan. Yo'q, 195 ga. Yaxshi bo'lib ko'rasiz akajon. Siz olayotgan video kamerangizni, tushundingizmi? Olayotganingizni montaj qilmasdan Uni internetga qo'yaman, internetga. Uni ijtimoiy tarmoqdagilar baho beradi. Tegmay turing, beraman, shoshilmay turing. Qani? Nima shoshilgan? Buni ishingizni qiling bo'lmasa. Haydovchi gunohingizni ko'rsating bo'ldi. Shu haydovchi gunohini beraman, ID karta yo'qligini beraman. Mayli, bering. Bo'lsa bo'ldi akajon. Nima bu? Nima berdim? Bering-chi. Avtosvozda ruhida yo'qlamas, texpasport berdingiz, tushundingizmi? Sizning ID kartangizni bering, bo'ldi. Shaxsiy aniq ketaverasiz akajon. Sizga men hech qanday e'tirozim yo'q, bemalol dam olib olaysiz. O'zlaringizdan ketyapsizlar, sizlar. Nima? Siz meni akajon urishgan bo'lmasa, so'kkan bo'lmasam, to'g'rimi? To'g'ri, kelyapsizlar sizlar. Ichgan, ko'p yo'qlamaysiz, ko'rsang 8 ishchilar qonunining 8-moddasiga asosan, mana bodi kamerangiz ishlayaptimi yo'qmi? Ishlamayotgan bo'lsa ishga chiqmayman. Nima uchun ogohlantirmayapsiz? Ogohlantirib, eshitdim. Mani mashinam, men qarang, siz bu yerga turibdi, men o'zim ovqatlanaman, kelmani chaqirtirib olib, tushib, yo'q, ovqatlanishga o'tirgan edim men. Mayli, kelyaptimi? Men mana bu yerga mashina bilan to'xtadim. Qarang, mashina bilan to'xtadim. Bordim ovqatlanishga o'tirib, chaqirtirib kelyapsiz. Siz bormasdan to'xtab ketib qolyapsiz. Katta serjant Kenjayev Jumanazar Husanbek. Amal qilish muddati Jumanazar deyman, o'qib bo'ldim. To'g'rimi o'qib bo'ldim men. Bo'ldi akajonim. Yana amal qilish muddati. O'qib oling endi aka. 2024 qo'lingizdan yopgan edingiz-a? Yo'q. 24 amal qiladi. Bo'ldimi yana qanday? Asos ba'zi hujjatlarni ko'rish tekshirishman, marhamat. Mana bulus. Bering, men mayli. ID kartangizga anoz haydovchi gunohingizni ko'rsating, bo'ldi aka. Hujjatni bering, bizga mayli. Rustam aka. May, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi dam oling akajonim. Tushunyapsizmi? Hozir 1-iyuldan 31-iyulgacha alkotester bo'lmi? Yo'q, alkotester. Qanday tekshiryapsiz ichganligida? Gumon qilsa, sizdan og'iz bo'shlig'ingizdan spirtli ichimlik iste'mol kelayotgan hidi kelsa, o'shanda alkotesterdan tekshirilmaydi. Yo'q akajonim. Oqqa sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Yaxshi. Mayli. Yo'qda endi boraylik, mana endi qanday ret qilayotganini bitta ko'rsataylik, chunki balam yur qani. Tinchgina ovqatlangan ham qo'ymaysizlar. Ha? Ovqat yo'q. Tushuntirishga? Ha? Hozir tushuntirdim. Siz olayotgan o'sha video tasvirni sizni ruxsatingiz bo'lib yoki bo'lmasa montaj qilib ijtimoiy tarmoqlarga o'chadi. Yo'q, fotolar. Keling. Keling. Bo'ldi, tugat. Chekkadan o'tib oling. Xohlagancha qo'ying. Mana kunning qorong'i vaqtda tadbirlarni olib borishadi. Ichgan ichmaganini tekshiryapti, alkotester yo'q. Tuflattirib tekshirtirar ekan. Nariroqqa ko'chaga turibdi.